Tibbiyot rivojlangan bo'lsa ham, ayrim kasalliklar hanuz davosiz qolmoqda. Masalan, Alzheimer's disease. Bu kasallik inson xotirasini asta-sekin yo'q qiladi. Avvaliga odam oddiy narsalarni unutishni boshlaydi. Ismlar, kunlar yoki yaqin insonlarni. Vaqt o'tishi bilan esa u hatto o'z oila a'zolarini ham tanimay qolishi mumkin. Bu kasallikning aniq kelib chiqish sababi yo'q, lekin u miyada zararli oqsillar to'planishi bilan boshlanadi. Ko'pincha u yoshi katta odamlarda uchraydi va asta-sekin kuchayib boradi. Eng achinarlisi, inson o'z xotiralari bilan birga o'zligini ham yo'qotadi. Hozircha uni to'liq davolashning imkoni yo'q. Faqat rivojlanishini sekinlashtirish mumkin. Shunga qaramay, olimlar bu kasallikka qarshi davo topish ustida ishlamoqda. Tasavvur qiling, siz eng yaqin insoningizni ham eslay olmaysiz. Sizningcha, inson xotirasi qanchalik muhim? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.